Sizlarga mana shu go'zallikni ko'rsataydi, boshim o'ynadan chiqilsa, korpusga aylanib qolma. Qo'y dedimda, o'zimga birpas oro berdimda, shu bilan ovqat qilishim kerakligi esimga tushib ketdi. Nima ovqat qilay ekan deb, shu sosiskalari go'zal qilib kesdimda, kartoshkalari to'g'rab, qarabsizki, o'zidan tayyor bo'lib qoldi. Shu bilan men bu ikkita ota-onasi bu yetim temushigimni, biri bezbet, biri belka. Bularga ovqat berdimda, sizlarga tekin magazinimni maqtanay deb bordim. Hech kim omarib ketmabdimikin deb, chunki tekin-ku. Shu bilan hammasini tekshirdimda, razvedka qilib, xolodilnigimni ham ichiga qarab ko'rdim. Xolodilnigimni ichida nima bor ekan, nima yo'q ekan deb qidirdim. Qarasam hamma narsa bor ekan, faqat men yo'q ekanman. Shu bilan ovqatman birpasda tayyor. O'shalarni tugatib bo'lib, ko'chaga bir qaray desam, men bu mashina o'zicha hamma joyi tozalamoqchi. Shularni xomsalab buni qo'y dedimda, yuzlarimni yuvib, opoq qiz bo'valay deb, hudlarimni qildim. Shu bilan bugungi kunimni ham tamomladim.